Говорит Москва. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Наши войска вели ожесточенные оборонительные бои, сдерживая наступление udarных flangowa группировок противника. Ikkinchi jahon urushi necha odamlarning yostig'ini quritdi. Masalan, urush davrida biz 6,5 million edik. Shundan 1,950,000 mingdan ortiq vatandoshimiz frontga jo'natilgan. Ulardan 538 ming nafari halok bo'lgan. Umuman olganda Sovet armiyasida Markaziy Osiyo davlatlarining ulushi 10-12% bo'lgan bo'lsa, eng ko'pi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Men urush haqida gapirmoqchi emasman. Chunki Ilhaq, Sen yetim emassan kabi filmlarni ko'rgan inson borki, urush dahshatini ko'z oldiga keltiradi. Yoki urushning tirik qahramonlari bilan bir mahallada yashasangiz, ehtimol ularning ko'rgan kechirganlariga quloq osgandirsiz. Ayni lavhamiz ham ular haqida. Xo'sh, 2026-yil holatiga ko'ra Markaziy Osiyoda nechta urush faxriysi yashamoqda va bu yil ularga qancha mukofot puli to'lanyapti? 2023-yil 6-mayda e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Ikkinchi jahon urushi va front orti qatnashchilarining soni 174 nafarni tashkil etgan. 2024-yilga kelib, ularning 112 nafari qolgan. 2025-yilda ushbu raqam 82 ga aylangan. Bu yilda esa 60 nafar urush faxriysi umrguzaronlik qilyapti. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 30 million so'mdan bir martalik mukofot puli tayinlangan. Ta'kidlash joiz, O'zbekistonda eng ko'p pul mablag'i o'tgan yili berilgan. Xususan, urush qatnashchilari 10 ming dollardan, urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarning har biri 25 million so'mdan bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlangan. Hozirda urush qatnashchilarining eng ko'pi Toshkent shahri va Toshkent viloyatida hayot kechiryapti. Hozirgi paytda Qozog'istonda Ikkinchi jahon urushining 83 nafar guvohi qoldi. Ularning 69 nafari urush qatnashchilari, 14 nafari nogironlari hisoblanadi. Faxriylarning 26 nafari Olmaota shahrida istiqomat qilyapti. 2025-yilda ular 111 nafar bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, mamlakatda g'alabaning 81 yilligi munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi faxriylariga 5 million tenge, ya'ni 10 ming AQSh dollaridan ortiq pul berilgan. Bundan tashqari, urushda halok bo'lganlarning bevalari, nogironlar, front ortida xizmat qilganlar hammasi bo'lib 32,900 kishi bayram puli olgan. Qayd etilishicha, Qozog'istonda pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqalar har yili oshirilmoqda. 2026-yil 1-may holatiga ko'ra, Ikkinchi jahon urushi faxriylari pensiyalarni hisobga olganda 290 ming. Urush davrida nogiron bo'lganlar esa 300 ming tenge o'rtacha oylik nafaqa oladi. Bu 600 dollardan ko'proq. Moliyaviy mablag'lardan tashqari yagona ijtimoiy himoya tizimi yaratilgan. Bayonotda aytilishicha, urush faxriylariga bepul muolaja, ixtisoslashgan shifoxonalarda malakali tibbiy yordam, uy-joy va boshqa yordam ko'rsatilmoqda. Ta'kidlash joiz, qozog'istonlik urush qatnashchilariga o'tgan yili ham 5 million tenge berilgan. Qirg'iziston Mehnat vazirligi 2026-yil holatiga ko'ra mamlakatda 24 nafar urush faxriysi qolganini ma'lum qildi. Shundan 8 nafari urush qatnashchisi hisoblanadi. Sadir Japarov urush faxriylariga 200 ming so'mdan to'lashni topshirgan. Bu o'zbek so'mida 27 milliondan ko'proqni tashkil etadi. 2025-yilda Qirg'izistonda 32 nafar urush faxriysi bo'lgan. O'shanda ularning har biri 100 ming so'mdan olgan. 2026-yil 30-aprel holatiga ko'ra Tojikistonda 8 nafar urush faxriysi istiqomat qiladi. Prezident Emomali Rahmon ularning har biriga 50 ming somoniydan ajratdi. Bu so'mda 64 million degani. Front ortida mehnat qilgan 39 nafar kishiga esa 10 ming somoniydan tayinlangan. Ma'lumot o'rnida o'tgan yili mamlakatda urush qatnashchilari va nogironlariga 25 ming somoniydan berilgan. O'shanda urush qatnashchilari 17 nafar, front orti mehnatkashlari 121 nafar edi. Ushbu mamlakatda qancha urush qatnashchilari borligi haqida ochiq ma'lumotlar mavjud emas. Pul mukofotlari miqdori esa deyarli oshkor etilmaydi. Ayrim manbalarga ko'ra 2023-yilda urush faxriylariga 200 manat berilgani aytiladi. Bu rasmiy kurs bo'yicha taxminan 57 dollar. 4-may kuni prezident Serdar Berdimuhamedov imzolagan farmonda ham pul mablag'lari miqdori ko'rsatilmagan. Hujjatda urush faxriylariga va front ortidagi mehnatkashlarga davlat rahbari nomidan pul va qimmatbaho sovg'alar topshirilishi belgilangan.
qilingan. Shuningdek, hokimliklarga xotira tadbirlarini o'tkazish topshirilgan. Sizga atab qo'yganimiz shular edi. Salomat bo'ling.